Yangi yilgacha qilishingiz kerak bo'lgan 4 ta ish. Spoiler, bu ishlar sizlarning hayotinglarni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Birinchi ish bu keraksiz narsalardan xalos bo'lish. Ya'ni ruschada aytganda расхламление. Mentalitetda shunaqa odat bor, qachondir kerak bo'lib qoladi deb uyda ko'p keraksiz narsalarni saqlash. Bu juda ham noto'g'ri narsa, chunki uyimizdagi tartibsizlik bizning shaxsiy hayotimizga ham ta'sir qiladi. Bizning energiyamiz va kuchimizni so'rib oladi. Shuning uchun o'zingiz ishlatmagan keraksiz narsalardan xalos bo'ling. Ikkinchi ish telefon, notebook, planshet, hamma ishlatadigan gadjetlarni tozalab chiqish. Ya'ni sizlarga keraksiz bo'lgan ilovalarni o'chirish, rasm, videolarni o'chirish, undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarni ham tozalash. Foydasiz kanal yoki bloglardan отписаться qilish. Uchinchisi yil sarhisobini qilish. Ya'ni o'tgan yil uchun o'zingizga qo'ygan maqsadlarni ko'rib chiqish. Qaysi maqsadlarga erishdingiz, qaysi o'xshamadi, qaysi maqsadlarni keyingi yilga qoldirasiz, hammasini ko'rib chiqish. Bu narsa sizga hayotingizni qanchalik foydali o'tkazayotganingizni bilishda yordam beradi. Oxirgi ish yangi yil uchun orzular kartasi, ya'ni wish list qilish. Yangi yil uchun o'zingizga qo'ygan maqsadlarni yozib chiqish. Kartani o'zingiz xohlagandek qilishingiz mumkin, rasmlar yopishtirishingiz mumkin, chiroyli qilib chizishingiz mumkin. Va eng muhimi, uni ko'zingiz ko'radigan joyga yopishtirib qo'ying. Bu narsa sizga o'zingizning maqsadlaringizni unutmasligingizda yordam beradi. O'ylaymanki, bu yangi yilda o'tgan yilga qaraganda ancha produktiv bo'lasiz. Bu 4 ta ish siz o'z maqsadlaringizni unutmasligingizda yordam beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.